Bu videoda Telegram akkauntni to'liq noldan qanday o'chirib yuborishni ko'rsataman. Delete akkaunt to'liq hamma o'zi o'chib ketadi. Videoni boshlashdan oldin videoga layk bosing, kanalga obuna bo'ling. Fikrlaringiz bo'lsa izohda yozib qoldiring. Demak, Telegram akkauntim, Telegram akkauntim. Nomerini nusxalab olaman. Demak, bu saytga kiramiz. Nima deb kirsak bo'ladi? Telegram delete account deb qidirib kirsak bo'ladi. Linkini pastda ham qoldiraman. Bosib kirib akkauntingizni o'chirib yuborsangiz bo'ladi. Akkauntimni kirgizdim. Sizlar bilan o'zim akkauntimni o'chiraveryapman test rejimda. Okay. Sizlarga 100% tushunarli bo'lishi uchun mana bizga kod keldi, shuni kirgizamiz. Mana pastdagi har xil harfli yozuvlar. O'zi ustiga bitta nusxa bossak nusxa olinadi. Saytga kiramiz. Get your Telegram core. Endi delete akkauntni bosamiz. Bizni ogohlantiryapti nimalar bo'lishini. Spam bo'lsa ham aytyapti, spaming anaqa o'zgarmaydi, baribir shunday qoladi deyapti. Shuni ham delete akkaunt qilma deyapti. Kerak deb qo'yamiz, hech narsa yozmasa ham bo'laveradi. Yana so'rayapti, warning, please only delete your account if you no longer want to use Telegram. Telegramdan foydalanishni xohlamasang, akkauntingni o'chirib yubor deyapti. Bu yoqda bossak, boshqa narsaga o'tib ketadi. Biz buni bosamiz. Yes, delete my account. Get. Your account was successful deleted from our system. Come back soon. Demak, akkauntimiz o'chib ketdi. Hozir bossam boshqa akkauntimga kirib ketadi. Bu yoqda telefonimda ham ochilgandi. Telefonimdan ham chiqib ketdi. Bo'ldi, akkaunt o'chib ketdi. Endi u yo'q. Bu akkauntdan Telegramga qidirsangiz ham hech kim chiqmaydi. Agar nomerni egasi ochib olmagan bo'lsa. Chunki nomer menda yo'q-da. Ishqilib shunaqa qilib o'chirib yubordinglar. Video yoqqan bo'lsa videoga layk bosing, kanalga obuna bo'ling. Foydali videolarni o'tkazib yubormaysiz shunda. Ko'proq odamlar bu videoni ko'rish uchun izohda men akkauntimni o'chirdim deb yozib qo'ying, agar siz akkauntingizni o'chirgan bo'lsangiz.